Hürmetli vatandaşlarımız, işimizi devamlaştırırız. Amerika agahlandırıp endeki mavzu, Amerika agahlandırıp Çavuşan bilen bulgan tokunuş afet karakterlik buludu dedi mavzulu haber. 5. ayının 29. günü Amerika avazlan Xitay Til programımız ilan kılındı. Haber mundak başladı. Washington yetti devlet güroyi Pyongyang'ın yadro koordinati doğrusida talep koyup uzun ötmey Çavuşan haftanın birinci günü yana bir qatam raketa koyup berip sınav kıldı. Amerika Tinch Okean Komandanlığı mındaq ko'rsatdi. Bu qatam raketa qo'yib bergan uran Çavuşanның sharqi, dengiz qirg'iqi, Yuanshan shahri atrofi edi. Amerika Tinch Okean Komandanlığı shtabi 6 minut iz qo'g'lab, raketa oxiri Yaponiya dengiz iqtisod rayoniga tushdi. Bu komandanlığı shtabi mındaq ko'rsatdi. Bu raketa Şimali Amerika'ya tehdit payda kılmaydı. Lekin Yaponiya veziri Shinzo Abe gazap bilen cevap qaytırıp mındaq dedi. Cevap qaytırımız dedi. Vezir Shinzo Abe televiziya muhbiriga sözlegende mındaq ko'rsatdi. Yaponiya Amerika bilen hamkorlashib konkret harakat qo'llanib Çavuşanni cheklaydi. Yaponiya Amerika bilen hamkorlashib konkret harakat qo'llanib Çavuşanni cheklaydi bu Yaponiyaning siyosati. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri James Mattis haftaning birinchi kun televiziya programmasida ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Çavuşan vaziyetini hal qiladigan diplomatik chora topolmaganda oxirgi hisobda urush qo'zg'aladi ekan, bu urush ofat xarakterlik urush bo'ladi. Davlat mudofaa ministri James Mattis televiziya muxbiriga televiziyada bütün o'zining televiziyasi emas, men xato o'qib soldim, kechiringlar. James Mattis televiziyada bütün mamlakatga Amerika xalqiga yuzlanib turib mundaq ko'rsatdi. Çavuşan bu hokimiyatning bir necha ming dona zambirak va raketalari bor. Ahalilar zich o'ltiraqlashgan shahar Seul shahri zambirak o'qi tushadigan doiradir. Bu hokimiyat butkul rayonga Yaponiya, Koreyaga bir tahdid. Urush portlagan aman Çavuşan hokimiyati Jungo ham Rossiyaga xatar elib keladi. Davlat mudofaa ministri Amerika Qo'shma Shtatlarining James Mattis mundaq dedi. Çavuşan bilan bo'lgan to'qinish ko'plagan odamlar hayotida ko'rgan, butun hayotida ko'rgan eng shafqatsiz urush bo'ladi. James Mattis mundaq dedi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri James Mattis mundaq dedi. Çavuşan bilan bo'lgan to'qinish ko'plagan odamlar hayotida ko'rib boqmagan eng shafqatsiz urush bo'ladi.